Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bizda yana bir ajoyib yangilik. Ajoyib yangiligimiz shundaki, endi O'zbekistonda birinchi bo'lib biza talabalarimiz, chet elda o'qimoqchi bo'lgan talabalarimizga student loan taklif qila olamiz. Student loan nima degani? Bu talabalik krediti. Talabalar endilikda agar o'zining shaxsiy puli yoki bo'lmasam sponsorlar bo'lmagan taqdirda ham chet elda o'qishga bora olishadi. Bu qanaqa kredit? Bu ikkita xalqaro kompaniya, ikkita xalqaro bank desa ham bo'ladi. Investment kompaniyalari talabalarni butun dunyodan chet elda o'qimoqchi bo'lgan talabalarni kontraktlarini to'lab beradigan kompaniya. Bular kredit formatida ishlashadi. Kreditning qanaqa turlari mavjud? Ya'ni bular qanaqa kredit berishadi? Birinchidan, kredit muddati 5 yildan 20 yilgacha. Xuddi ipotekaga o'xshab, sizlar o'sha o'qishlaringizni kontrakt pulini to'lab boraverasiz. Misol uchun, ikki xil kredit berilyapti. Birinchisi, kredit olganlaringizdan keyin aytaylik, o'qishlaringizni narxi $15,000 yiliga. $15,000 yiliga olganlaringizdan keyin uni interest rate bo'ladi. Ya'ni o'sha protsenti. Hamma kreditning o'ziga yarasha protsenti bo'ladi, to'g'rimi? O'sha protsenti 9,99% dan 16,99% gacha protsent to'lanadi. Kreditning muddati 5 yildan 20 yilgacha to'lab boriladi. Ya'ni sizlar o'qishga bormoqchi bo'lsangiz, o'qishlaringiz narxi 10 ming yoki $15,000 bo'ladigan bo'lsa, unaqa pullaringiz bo'lmasa, o'sha o'qishlaringiz pulini o'sha kredit kompaniyasi to'lab beradi. Ularga esa oyma-oy 5 yildan 20 yilgacha to'lab boriladi. Bunaqa возможность, bunaqa imkoniyat O'zbekiston talabalari uchun hali bo'lmagan. Bu praktika, bu amaliyot juda ham ko'p davlatlarda, juda ham ko'p rivojlangan davlatlarda juda ham tarqalgan. Amerikada, Angliyada, Avstraliyada, Kanadada ko'pchilik talabalar aynan talabalik kreditini olib, o'qib, keyin sekin-sekin to'lab borishadi. Bu narsa hozir bizga ham keldi. GoStadia kompaniyamiz biza o'sha ikkita kompaniya bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Bunga bizning 2 yil vaqtimiz ketdi. Juda ham ko'p kurashdik bu uchun va bizda endi shu anaqamiz, opsiyamiz bor. Xo'p, buning uchun nima kerak? Sizlardan faqat o'sha universitetga kirish talablarini bajarsangiz bo'ldi. Albatta, любой universitet, ya'ni istagan universitetlaringizga bu narsa o'tmaydi. 2000 ga yaqin universitet bor, shu programma bilan ishlaydigan, ya'ni shu organizatsiyalar bilan ishlaydigan. O'sha kompaniya bilan ishlaydigan universitetga topshirsangiz agar, sizlar bemalol talabalik kreditlar olishingiz mumkin. Talabalik kreditini biza kafolatlaymiz. Agar sizlar o'qishga kira olsalaringiz, talabalik krediti umuman bo'lmaydi. Endi ikki xil kreditga keladigan bo'lsak, birinchi turi sizlar o'qish davomidan boshlab sekin-sekin oyma-oy to'lab boradigan kredit bor va ikkinchi turi o'qishni bitkazasizlar. O'qishni bitirgandan keyin yana 6 oy sizlarga vaqt beriladi. O'sha 6 oy ichida ish topasizlarmi, qidirasizlarmi, bir joyga joylashasizlarmi? Ozgina o'qishdan keyin oyoqqa turganlaringizdan keyin 6 oydan keyingina to'lab borish boshlaysizlar. Yana bir marta aytaman, 5 yildan 20 yilgacha to'lov muddati. Foizi esa 9,99 dan 16,99 gacha. Albatta bu narsani necha foizligi aniqligi yoki bo'lmasa necha yilga berilishi har bitta individual keysga bog'liq. Hujjatlaringizni tayyorlaymiz, topshiramiz. O'sha kompaniyalarga topshiramiz va universitetga topshiramiz. Universitetdan offerlaringizni olamiz, keyin kompaniyaga topshiramiz. Sizlarga kredit beradigan ulardan maksimalniy komfortni sizlar uchun kredit olib berishga harakat qilamiz. Albatta biz finansoviy konsultant emas, biz образовательный konsultant. Bu shunchaki sizlar uchun biz tomonidan qulaylik yoki yordam desangiz ham bo'ladi. O'ylashingiz mumkin, bu yerdan ham sizlar foyda qilasizlarmi yoki bo'lmasam sizlarga nima foyda? Sizlarga talaba boradimi, boramaydimi, farqi nima? Yo'q. Biz 2 yildan beri bizda shunaqa proyekt bor edi, student loanni yo'lga qo'yamiz degan. Turishib ushlab olganmiz, chunki bu narsa butun dunyoda praktik bo'lmagan narsa. Bu narsa to'g'ri narsa deb o'ylayman, chunki aytaylik, siz oddiy oiladansiz. Zo'r universitetda o'qimoqchisiz. Top 100 talikka kiradigan, top 200 talikka kiradigan universitetda o'qimoqchisiz. Shu bilimga chanqoqsiz. Sizda возможность bo'lmagan SAT topshirishga, GMAT topshirishga, IELTS ni yuqori topshirishga, zo'r repetitorlarni yollashga yoki bo'lmasam o'tirib 10 soat, 12 soat o'qishga o'zingizni bag'ishlashga vaqtingiz bo'lmaganda siz o'sha grantga ilinmadingiz. Shunaqa yuqori ball ola olmadingiz, lekin siz realni zo'r universitetda o'qib, zo'r kadr bo'lmoqchisiz. O'shanaqa talabalar men o'ylayman O'zbekistonda 80%
bizga uchrashadigan talabalar shunaqa holatdan. Sharoiti zo'r bo'lmagan, bo'lmasam ishlash kerak bo'lgan, o'qib o'zini o'zi qoplash uchun shunaqa sharoitdagi odamlar juda ham ko'p, lekin ular bilimga chanqoq, ular o'qimoqchi, o'shanaqa talabalar uchun bu yaxshi возможность deb o'ylayman. Umid qilamanki, bizani shu qilayotgan mehnatimiz ertaga kimgadir bo'lsa ham yordam beradi va kimnidir hayotini yaxshilikka o'zgartiradi. Kimga kim shunaqa usulga kerak bo'ladigan bo'lsa, kredit bilan yordam berish mutlaq tekin. Shu bizani oddiy uslugimizni to'laysizlar, uni ichida uni ham qilib beramiz. Kimga kim kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta aytadiganlar bo'lishi mumkin. Kredit yaxshi narsa emas, foiz yaxshi narsa emas va hokazo va hokazo. Lekin hozirgi davrda o'qish 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming dollar bo'lib turgan vaqtda zo'r universitetda va bu sizlarning kelajaklaringizga juda ham zo'r investitsiya bo'lishini bilib turib, bu narsaga qayerdan pul topishni bilmaydiganlar uchun bu yaxshi imkoniyat. Majburlash yo'q. Kimda kim qiziqsa topshirsin. Kimda kim o'zini puli bo'lsa, o'zini puli bilan o'qisin. Eslatib o'taman, ko'p biz mingtalab odam olmaymiz bu narsaga. Bilaman, bilib turibman, talab katta bo'lishi mumkin bu narsaga. Maksimum 50 ta odam eplaymiz. To'g'ri tushuninglar, bizning ham kompaniyamiz 100 ta odam, 150 ta odam ishlaydigan kompaniya emas, mingtalab odam jo'natishga. Bilaman, talab katta, telefon qilasizlar ba'zi vaqtda ko'tarmasligi mumkin, menejer vaqtda javob bermasligi mumkin. Iltimos sabr qilinglar. Bizning uslugalarga talab katta bo'lgani uchun biz maksimal harakat qilyapmiz. Javob berish muddatini qisqartirishga va sizlarga to'g'ri va kачественный konsultatsiya berishga. Hammaga rahmat, umid qilaman bugungi videom sizlarga yoqdi va kelajakda sizlarga kerakli bo'ladi deb umid qilaman. Sizlar bilan Go Study bo'ldi. Ko'rishguncha.